chiqindilaringiz barchasi tozalab, yuvilib, dazmollab, qaynatilib, qizitilib va boshqa ishlardan jarayonlab o'tgandan so'ng yaxshi bir mahsulotga aylanar ekan. Hozir jarayonni birin-ketin tomosha qilamiz. Akamiz paqir, chelak, yana shunga o'xshagan plastmassa narsalarni tepaga chiqarib yubordi. Afsuski, paqirni tepaga chiqqisi kelmadi va pastga qaytib tushdi. O'sha paqirlar mana shunday holatga kelib mayda-mayda bo'lib ketdi. Maydalangan paqirchalarimiz mana shu isitish tizimlaridan mana bunday tarzda oqib, erib, saqqizga o'xshab dunyodagi eng oson ishni qilayotgan akamizning qo'liga tushar ekan. Akamizning ishi mana shu cho'p yordamida noto'g'ri kelib qolgan iplarni bir-biriga to'g'rilash. Mazza bo'lsa kerak-a? Saminjon akam esa hali ham telefoniga nimalarnidir tasvirga olib yuribdi. Shu mahal marhabo opam kelib nimadir dedi. Saminjon akamga menimcha shundan olib bering dedi. Olib berdimmi yo'qmi bilmadim. Boyagi urpoqqa aylangan paqirlarimizdan mana shu uskunalar yordamida eritilib, shakli berilib, turli xil plastmassa mahsulotlari chiqariladi. Xuddi shakarga, tuzga o'xshaydi-ya, tuzga. Mana bu opamiz esa teskari qarab nimadir qildi. Menimcha o'sha chiqib turgan uchli joyini kesib tashladi. Mahsulotlar esa mana shunday qilib terib qo'yilgan. Bularni boshida ko'rsatgan chiqindim desam ishonasiz.